Yaqinda bittasi Avstraliyada bo'lgan chempionatda shtangiz xotin kishi degan pasportni olibdi, xotinlarga yetkazib qo'ydi. Birinchi o'rinda ola olmadi. Sharmandalikni qarang. O'zi biz uchun sharmandalikda u xotin kishi degan pasport olgani. Xotinlar yutib qo'yishdi. O'la. Endi qarang deydi. Uni qo'lida deydi, xotin kishi degan pasporti bor deydi. Endi ayollarning sportiga kirishga haqqi bormi, yo'qmi deyapti. Yo'q desa, uni huquq poymol bo'lyapti. Bor, pasportida ayol kishi deyapti. Endi qatnashish mumkin desa, ayol boksyor bilan erkak boksyor tasavvur ko'ring. Uni beregida o'sha erkak kishini quvvati turibdi-yu, u urib qo'yadi-yu xotin kishini. Ko'ryapsizmi? Kim meni hidoyatimga ergashsa, adashmaydi ham, baxtsiz ham bo'lmaydi deyapti. Havas qilmanglar g'arbda. Ishlab, pul topib, tijorat yurgizishlik bir narsa u yurtlarda, lekin qolib ketib yashashlik bo'lishi boshqa narsa.